29-sentabr 2025-yilda soat 19 da Mening yurtim kanalida Adolat serialining 26-seriyasi efirga chiqadi. Bu serial tomoshabinlar qalbini zabt etishda davom etmoqda. Hikoya kasbi tufayli oilasidan, farzandidan ayrilgan tergovchi ayol taqdiri haqida. U hayotidagi fojiali voqealarga qaramay, jinoyatga qarshi jasorat bilan kurashadi, mansab va obro'ga e'tibor bermasdan jinoyatchilarni qonun oldida javobgar qilishga mardonavor hissa qo'shadi. Serial chuqur syujeti va real personajlari bilan hayratda qoldiradi. Har bir seriya bu keskin drama, hissiy lahzalar va ijtimoiy tanqidning uyg'unligi. Adolat mavzusini mohirlik bilan ochib beradi, bir ayolning tizimni o'zgartira olishini ko'rsatadi. Rejissura, aktyorlik va saundtrek kuchli muhit yaratadi, tomoshabinni o'ziga tortadi. Yangi seriyani o'tkazib yubormang, bu ruhning kuchliligidan ilhomlantiruvchi hikoya.